Barqaror rivojlanish maqsadlari O'zbekiston uchun shunchaki xalqaro majburiyat emas, balki u bugun aholi hayot sifatini yaxshilash, hech kimni e'tibordan chetda qoldirmaslik va kelajak avlodlar uchun mustahkam poydevor yaratishga qaratilgan Milliy taraqqiyot dasturining muhim qismiga aylangan. Shuningdek, prezidentimiz tashabbusi bilan barqaror rivojlanish maqsadlari O'zbekiston 2030 strategiyasi bilan to'liq uyg'unlashtirilgan bo'lib, ularni amalga oshirishning huquqiy va institutsional asoslari mustahkamlangan. Navbatdagi lavhada mamlakatimizda barqaror rivojlanish maqsadlari bo'yicha olib borilgan ishlar xususida so'z boradi. Birlashgan Millatlar Tashkiloti 2030-yilgacha bo'lgan davr uchun 17 ta barqaror rivojlanish maqsadini belgilagan edi. Ular orasida kambag'allikni tugatish, sifatli ta'lim, toza suv va sanitariya, sof energiya, iqlim o'zgarishiga qarshi kurashish, sanoatlashish, innovatsiya va infratuzilmalar kabi yo'nalishlar bor. Makroiqtisodiy va hududiy tadqiqotlar instituti ekspertlari barqaror rivojlanish maqsadlariga mamlakatlar o'z taraqqiyotini o'lchaydigan umumiy o'lchov chizig'i ham deya ta'rif bermoqda. Maqsadlarning har bir yo'nalishi milliy strategiyaga ham kiritilgan. Ularning ijrosi esa raqamli platforma orqali kuzatib boriladi va har bir ko'rsatkich yashil, sariq yoki qizil toifaga ajratiladi. Barqaror rivojlanish maqsadlari bo'yicha 2025-yilda O'zbekiston 71.11 ball bilan jami 169 ta mamlakat orasida 65-pog'onani egalladi. Bu 2024-yilgi ma'lumotlar bilan solishtirganda 16 pog'ona yuqorilaganini ko'rsatadi. Shuningdek, O'zbekiston tarixida birinchi marta barqaror rivojlanish maqsadlarini hududlar kesimida tahlil qilish bo'yicha monitoring metodologiya ishlab chiqish boshlandi. Bu barqaror rivojlanish maqsadlarida erishilgan natijalar va kamchiliklarni hududlar kesimida tahlil qilish bo'yicha asosiy manbaga aylanishi kutilmoqda. Bulardan maqsad yuqori natijalarga erishib, nafaqat iqtisodiyotni raqamlarda, balki aholini farovonligiga ham ijobiy ta'sir ko'rsatish uchun qabul qilingan maqsadlar hisoblanadi. Ayni paytda respublikamizda barqaror rivojlanish maqsadlari oyligi ham o'tkazilmoqda. Uning doirasida yuzlab tadbirlar tashkil etilishi, xususan parlament eshituvlari, mahalliy kengashlarning sessiyalari, ilmiy-amaliy konferensiyalar, forumlar, davra suhbatlari, ochiq muloqotlar va mahallalarda uchrashuvlar o'tkazish rejalashtirilgan. Maqsad aholining barqaror rivojlanish maqsadlariga daxldorlik hissini kuchaytirish, amalga oshirilayotgan sohalarning natijalarini keng jamoatchilikka yetkazishdan iboratdir.